Va, bularni Nodir akam ko'rsatishim kerak. Nodir aka, bo'lib, daryoga zo'r texnikalar qo'yishdi. Yuring birga ko'ramiz. Yuringchi qanaqa ekan? Ketdi. Mana Nodir aka aytgan texnikalarni qarang. Bularmi? Bular o'zimiz Andijonda bu kompaniya tomonidan ishlab chiqarilayotgan saf texnikalari-ku. Yo'g'i, siz qayerdan bilasiz bularni? Men bu texnikalarning mutaxassis sotuvi bilan shug'ullanamiz-ku. Yo'g'i, bo'lmasa menga qisqacha ma'lumot bering. Meni yaqin tanishlarim olmoqchi edi shunaqa texnikalarni. Tavsiya berib ko'raman. Bu nima ekan aka? Bu Faftiger VR -5 haroratgacha muzlata oladigan refrigerator. Bunisi aka, bu ancha noyob ekan. Bu gaz benzinda harakatlanadigan Faftiger Vich gibrid shassisi bo'ladi. Aka, bu texnikani o'zim bilaman, musoravoz bo'ladi. Albatta, bo'lmasa-chi bu Faftiger Vich 8 kubli musoravozi. Qo'yli Nodir aka, yaxshi mutaxassis ekansiz, yaxshi ma'lumot berdingiz. Endi sizga bir savolim bor edi. Hop, eshitaman. Meni 2-3 ta tanishlarim bor, texnika qidirib yurgan. Aynan shu texnikalarni men ularga tavsiya beraman. Ular qayerdan olsa bo'ladi? Bu savolingizga oddiy javob bera olaman. Bu trassa qirovlari bo'lmish FAF texnikalarni siz KX ko'rgazmalar markaziga tashrif buyurgan holda yoki bo'lmasa VUMning rasmiy dillilik markazi BBT Trucks avtosaloniga tashrif buyurgan holda xarid qilsangiz bo'ladi.